Qudag'ay Monster restorani manakay xudo xohlasa ish juda ham avjida ketyapti. Eng qizig'i manakay bu oldimizda qushxona bor edi. Mana qushxonani ham so'rayapmiz, chunki yo'ldan ko'rinishga mana u brend yo'ldan yaxshi ko'rinish sababli qushxona ham surilyapti. Manakay restoranchani xudo xohlasa svitlar qo'yiladi mana bu yoqqa. Hozir hamma narsa bo'ladi. Asfalt, eng qizig'i asfalt bo'ladi. Xudog'aylar asfaltda yurib kelish uchun. Mana archani, mana xudo xohlasa mana unisini ham men mana o'z qo'llarim bilan ekdim. Xudo xohlasa bu buyuk archalardan biri bo'ladi. Oldagi rasmga tushamiz. Shunday kelaverasizlar, nasib bo'lsa, mana bu yerda fotozona bo'ladi. To'ylar muborak paxta bilan yozilib, o'sha eski gilam mana shu yerga ilinadi. Bilal atmosferachi o'sha pizziz bo'lyapti, xudog'ay. Mana xlarda svet, elektrik jarayonlari ham ketyapti. Manaki patolog bir bolalar bo'lyapti. Eng qizig'i mana yerda tandir ham qo'yilyapti. Dutab ketgan, ha, ilaki. Tandir ham qo'yilyapti. Somsacha bo'ladi, zirt.